Bossam ekran ham ko'rinmayapti. Bunday qiling. Telegramni chiqib ketib qaytadan kiring. Yoki bo'lmasa siz boshqa Telegramni anaqasini ishlatmaysiz. Bildim, aka, shunaqa narsadan kiryapsiz. Telegramni rasmiy appidan kirsangiz bo'ladi. Yozib ham olyapman, keyinroq ham ko'raversangiz bo'ladi. Demak, birinchi unit bilan tanishamiz. Birinchisi tanishma, dilaklar, kishi va nesnalarni tanima. Ya'ni tanishishni, tilak bildirish va insonlar va buyumlarni nima ekanini tanishni o'rganamiz. Grammatikani esa turk alifbosi, u bu shu, ya'ni o'zbekchasiga ham shunday. Cho'g'dagi, ya'ni ko'p nima o'zbekchasiga nimalar. So'roviki, ya'ni mi, o'zimizdagi mi bo'ladi. Ya'ni ayni tillar oilasi ayni bo'lgani uchun uncha qiyinchilik tug'dirmaydi, aber keyinroq B2larga borib ancha qiyin bo'lib ketadi. Sinf, mesleklar, ev, ya'ni mesleklar bu kasblar demak, ev bu uy degani. Demak, kirganimizda unitning birinchi qismida mana shunday umumiy tanishtiruv qismi bo'ladi. Merhaba, bu arabchada merhaba deb turkchaga o'rnashib qolgan, ya'ni salom degani. Gunaydin, xayrli tong. Nasılsın, qandaysan? Iyiyim, yaxshi. Nerelisin? Qayerdansan? Hoşça kal, yaxshi qol. Güle güle, hayır hayır. Memnun oldum, xursand bo'ldim, teşekkür ederim, rahmat degani. Bu yerda so'rovlar bor, ya'ni juda o'xshab ketadi. Men asosiylarini aytib o'taman. Bunlarni bilsangiz kerak. Nasılsın, qanday degani, nerelisin, shu boya aytganda, qayerdansan. Bu yerda javoblar bor. Hozirlik çalışması. Bularni aytib o'tdim. Bu yerda xush keldin, ya'ni bizdagi ayni xush keldin, xush keldin, xush keldin. İyi akşamlar. Bu ham bilasizlar, hoşça kal. Buni uncha keragi uncha ko'p ishlatilmaydi, turklar uncha ko'p ishlatmaydi. Keyingisi tanishma, ya'ni o'qib o'taman, ya'ni tarjima qilib o'taman. Ya'ni birinchi darsda, haftaning birinchi kuni, birinchi darsda shunday darsni tanishtiraman. Ikkinchi kuni shulardan uyga berganlarni tekshiraman. Keyin men konuşma, ya'ni gapirish, shu yozma, shu narsalarni ikkinchi kuni tekshirib olaman. Ya'ni haftada 5 kun dars bo'ladi. Ya'ni haftada 2 ta mavzu tugatamiz. Ikkitasida, ya'ni 2 kun mavzu o'tsa, 2 kun uni tekshiramiz. Kontrol edeceğim, yani birinchi, ya'ni juma kuni esa, ya'ni ikkita mavzuni umumiy qaytadan takrorlaymiz. Merhaba, salom. Benim adım Ali. Senin adın ne? Mening ismim Ali. Sening isming nima? Benim adım Murat. Mening ismim Murat. Men Ali söylüyor. Memnun oldum Murat, ben de memnun oldum. Bular nima desam, juda sizlarga bilamki menga oson tuyulyapti, sizlarga ham oson bo'lsa kerak. Bular ham aynısini takrorlaydi. Bular ham shunday, ammo savol bu juda ko'p ishlatiladi, ya'ni rahmat ma'nosida aytiladi. Mana shu turklar juda ko'p ishlatadi. Ya'ni iyilik, yaxshilik demak, sog'lik, ya'ni bizdagi sog'lik. Bular ham shunday. Dialogni siralayin, ya'ni siralamoq, navbatga qo'ymoq degani, ya'ni 1 2 deb
bu arada aytganimda uyasi bo'ladi. Uyda qilib ketasizlar. Men shuni tushuntirib o'tib ketaman. Bu yerda yerlashtirish kerak, ya'ni merhaba. Ya'ni birinchisi merhaba deb boshlaydi. Burada ham merhaba bo'ladi. Teşekkür ederim. Rica ederim bo'ladi. Ya'ni rica etmoq rahmat degani. Yani teşekkür ederim. Rahmat, rica ederim. Yani bizde nima desam, rahmatdan keyin aytiladigan gap. Bizda bu yerda yana qaysilar bilmasliklaringiz mumkin. Menimcha iyilik, yaxshilik, görüşürüz, Ahmet, bunu bilasizlar. Ne haber? Yani nima gaplar deydi-ku, bu ana shu ne haber bo'ladi. Ne haber deb o'qiladi. Bularni bilasizlar. Bilmaganlaringizni keyinchalik mendan so'rayverasizlar. Böyle yerleştirsizler mesela ne de başlaş mümkün. Elbette iyi akşamlar diye başlaydı. Keyin cevabım albatta iyi akşamlar bo'ladi. Keyin senin adın ne? Benim adım Timur. Senin adın ne deydi. Benim adım Ayşe. Nasılsın? Shunga o'xshab ketaveradi. Sal qiyinroq bunisi va o'rganish kerak bo'lgan joyi. Ya'ni ovqatlanayotganimizda nima deyilishi, bu afiyat olsun deyiladi. Bu 8-chi bo'ladi. 8-chi numarada. İyi dersler. Yani bu qaysiga to'g'ri kelishi mumkin? Bu 4ga to'g'ri keladi. Ya'ni iyi dersler. İyini ko'pincha tilak bildirish ma'nosida aytamiz. İyi dersler, iyi geceler, shunaqa. Bol shanslar, ya'ni omad tilayman degani. Menimcha qaysi biri birga to'g'ri kelsa kerak. Shunaqa. Tebrikler. Tebrikler. Keyinroq ko'rib chiqamiz qaysiga to'g'ri kelishini. Çok yaşa, bu aksirganda aytiladi 5 numarada. Lütfen. Lütfen yani iltimos. Lütfen. Ya menimcha bu 10. 13'ün bo'ladi. Özür dilerim. Kechirasiz. Kechirasiz. Mana qizdan kechirim so'rayapti endi. Xafa qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. İyi geceler. İyi akşamlar demek. Yani ya hayırlı tün demek yani. 2. numara. Geçmiş olsun. Yani kasal bo'lib qoldingiz yoki birorni imtihondan kirib chiqdingiz, yani yaxshi bo'lib ketsin, yaxshi bo'lingiz degan ma'noda aytadi. Geçmiş olsun. 11ga to'g'ri keladi. Mutlu yillar. Yani 9-numaraga to'g'ri keladi. Yani ko'p umr ko'r, shunaqa ma'nosi buning. Tamam degani bu eng ko'p ishlatiladi. Yani arabchadan kirib kelgan, arab do'stlarim eshitganman ko'pincha shu tamam deb arabcha gapirganda ham aytadi. Tamam, o'qay degani. Bizda tamam bu tugab ketmoq, bitib ketmoq ma'nosiku. Bu yerda tamam. İyi yolculuklar. Bir yerga ketayotgan bo'lsangiz shunday iyi yolculuklar deyishadi. Yani yaxshi yetib olinglar degan ma'nosi bo'ladi bu yerda. 6-chisiga to'g'ri keladi bu. Bayramlarga keldik, demak anneler günü. Anneler günü bu 4-chisi. Yani anneler günü 8-mart. Bu yerda boshqa kun nishonlanar ekan, ya'ni Atatürk belgilagan kun. Hastalık bu ne demek? Hemen keyingisiga o'tkazib beramiz. Bayram. Bayram menimcha bu bayramingiz qutlu olsun. Düğün. Yani düğün bu bizdagi to'y. Bu yerda ham to'y so'zi bor, lekin
u kam ishlatiladi, asosan dugun ishlatiladi. 4 yil o'qituvchimiz bor edi, yosh edi. Yosh emas, 28 yoshda edi. Dugun so'zini misol tuzib ber degan paytda to'yingiz qachon deganman, xafa qilib qo'yganman, chunki hali erga tegmagan edi. Bugun bu bo'lsa kerak menimcha 6 numarada. Tug'um kuni, ya'ni bu tug'ilgan kun, tug'ilmoq demak. Menimcha bu 2 numarada. Yo'q, xastalik 2 da bo'lar, kasallik ekan. Mana shpris bir nima bor ekan shunga. Tug'um kuni bu bu ekan, tug'um kuni deb yozib qo'yibdi, endi ko'rdim. Yeni yil bu iyi seneler. Ya'ni bu yerda yangi yil umuman ko'pincha nishonlanmaydi. Ko'pincha deyarli nishonlanmaydi. Keldim. Yangi yilda ham ishlaganmiz. Esimda. Lekin oqshom xo'jayinimiz anaqa yo'q bo'lgan. Kalla pocha sho'rbasi ichganmiz. Yandaki resimlere bakalım ve cümleleri numaralandıralım. Biraz qiyin, çünkü bir de lan deb qo'shilib ketaveradi ko'pincha. Benim adım Albert Einstein. Ben Almanyalıyım ve Almanım. Almanya bu Germaniya. O'z aslida bizda ham Almaniya bo'lishi kerak. Eski o'zbek tilida Almaniya deb qo'llangan, lekin Rossiyaga kelgandan keyin Germaniya bo'lib ketgan. Albert Einstein'ni demek hamma tanisa kerak. Tushuniladi, Instagramda ko'p chiqyapti. Benim adım Mozart. Ben Avustraliyalım. Bir yerda nima desam, biror joydan bo'lsangiz, yalim qo'shamiz, masalan, O'zbekistonliyim bo'ladi. Nerelisin deydi, O'zbekistonliyim deb aytasizlar. Qolganlarim o'zidan chiqasizlar, rasmni o'zi ko'rsatib qo'yibdi. Dinlemada men ishlagan payti shunaqa edi. Hozir dinlemada aytib o'tadi, qayerda ismini va millati, urug' bu millat degani. Millatini yozib chiqasizlar. Yozma hozir juda ham oson, uni gapirib o'tasizlar. Gapirish bo'ladi. Sen adın ne dedin deb savol beraman. Men adım shunday deb, nasılsın shunaqa bo'ladi. Kitabı kapatalım. Aynı sorular arkadaşlarınıza soralım. Yani ikisi shunday. Kapatmak bu yopmoq demek. Aynı o'sha degani, sorular, savollar degani. Arkadaş bu do'st demek. Soralım, sormak. Alfabe. Demek alfabeye geldik. Türkçe alfabe nima desam ekan? Ko'pincha arab alfabosidan olingan. Eng bizga kerakli bo'lgan joyi, masalan, mana shu joy bo'ladi. Qalin va ince. Men hali ham xato qilaman. Qalinda, ya'ni injeni ko'proq yozib qo'yaman, chunki o'zbek tilida bunaqa qalin harflarda anaqa bo'ladi-ku, chalkashamiz, keyin anaqa ustiga nuqta qo'yish esimdan chiqib ketadi. Uzr. Qayerda qolgandik? Demak, shunday qalin va ince. Buni hali ertaga yaxshilab tushuntirib beraman. Ya'ni qayerda bu qo'llaniladi, nima keragi bor shuni. Ya'ni qanday ishlatilishini, harflarning o'qilishi.
Ya'ni bu yerda eng diqqat qiladiganimiz bu mana shu bizdagi G harfi. Bu yerda o'qilmaydi, deyarli o'qilmaydi. Anaqilarda ham boshqa Ibrat akademiyada ham ko'rdim. Buni Y deb o'qiydi deydi. Lekin buni ko'pincha turklar o'qimaydi. Masalan, tug'um deb biz o'qiymiz-ku, dum deb aytib ketadi. Deyarli eshitilmay ketadi. Keyin bu harf anaqa S harfi emas, bu J harfi. Bu Ch harfi. Bu J harfi. Ya'ni bu deyarli ko'rmaganman qayerda ishlatilganlarini. Aşağıda boshliqlar yana kelmay yozalım degan. Bu yerda bunday qilmaymiz. Bu yerda qiladigan narsamiz, ya'ni tarjimasini yozasizlar. Yani bu yerda aytganki, a'ning yonini a'dan boshlanadigan yangi so'z yozing degan bu yerga. Masalan, arkadash deganda bu yerda yana yangi harfda a harfidan keladigan so'z, bu yerda b harfidan keladigan so'z degan, lekin unday qilmaysizlar. Bu yerga tarjimasini yozasiz. Arkadash bu do'st, baba, dada, ceviz, yong'oq, çocuk, chaqaloq deb. Bularni ham to'g'rilab chiqasizlar. Kalem, masa, silgi, so'zluk, kapı. Qolganlari oson. Sesletim deyipti, lekin bu kerak emas, chunki biz zaten bilamiz, o'zbekmiz. M, E, H, M deb bitta o'qib chiqamiz. Agar inglizcha bo'lganda M, E, H, M, E, T deb. Uni kerak yo'q. Sinovlarda lekin aytadi, u yosh bola ham, birinchi sinfda bola ham yozib ketaveradi. Dinlayalım ve yazalım. Demek bu dinleme bu nima uchun kerak? Ham ko'z bilan ko'rib, ham quloq bilan eshitsa yaxshi kiradi. Men Osmonlicha o'rganyapman. Bu shunday qilib o'rganmasam, umuman o'rganganim yo'q hozircha. Demek araba, mashina, bu bebek, çocuk, bu çizgi, çanta. Shunday qilib to'ldirib chiqasizlar. Bu ne, u kim? Bu ne, ya'ni bu ne, bu o'zbekchadan bor. U kim, u kim bo'ladi? O bu o bo'lib ketgan bu yerda. Bu shu o kim, bunlar, shunlar, onlar, burası, şurası, orası, shunaqa chiqib. Çanta qaysida bo'ladi? Demak, sumka 12. Çanta, sumka demak, bularni aytib o'ting. Elma, olma, kitob, qalam, bilgisayar. Bu yerda bilgi, ma'lumot demak, sayar, saymoq demak. Sanaydigan degani, ya'ni anaqa kompyuterlarga ishlatiladi. Notebooklarga laptop deb ishlatiladi. Fircha qaysi biri edi? Bu 7 bo'lish kerak. Chetvel, jadval qaysi biri edi? Hisob makinasi, bu kalkulyator. Daftar, bu daftar. Taxta, doska. Xarita. Pergel menimcha mana shu 5 edi. Palet. Palet menimcha bu dunyo globus edi. Soat, bu soat. Biroz kalimalarda, ya'ni jumla
so'zlarda ko'p so'zlar deyarli bilmayman desa ham bo'ladi. Ya'ni umuman kerak so'zlarni bilmayman. Bu ne? Bu nima? O klima. Bu klima bu konditsioner. O'rtaqdami? Evet, o'rtaqda. Onlar kim? Onlar öğrenci. Öğrenci bu o'quvchi degani. Onlar ne? Kitaplar. Şu ne? Bu bilgisayar. Ya'ni aytgandek, bu hozir ya'ni laptop bo'lishi kerak o'zi, lekin bilgisayarga aniqlayapti, nima deb ko'rsatib qo'yibdi. Lekin bu yerda bilgisayar deb notebookda aytadi, laptop deb hamma laptop bo'lib ketgan hozir. Shu ne? Bu kitob, buni bilasizlar, kalem. Xayr, ya'ni bu ham arabchadan kirib kelgan, ya'ni bizda xayr deb aytiladigan so'z, ya'ni ketayotgan payti bu yerda xayr degani yo'q degani. Arablar ko'p ishlatadi, ya'ni turkchada ham biz yo'q deb o'rganganmiz. Yo'q deb ishlatib, yo'qning bu sinonimi. Yo'q deb ishlataversangiz bo'ladi, bemalol. Bo'lmasa, ya'ni yaqinda, shu, u. Ya'ni bu men shuni, bu uzoqdagim, shuni ishlataveraman. Tushunib oladi o'zlari. Ya'ni imtihon umuman kerak yo'q. So'ramaydi. Bu nedir? Bu dolap. Dolap bu shkaf. Bu kimdir? Bu öğretmendir. Yani bizda dir qo'shimcha bu yerda ham bor. Ya'ni nima deb yozdi? Unchalik uzoqda turgani yo'q, shuning uchun shu ne? Bu ev. Ev uy degani. Bu kim? Bu kız çocuk, yani kız. Yani kız bola degani. Onlar ne? Onlar laleler. O kim? O Ronaldo. Ronaldinho. Yani futbolcu. O ne? Yani uzakta durgan için o. O ağaç. Ağaç bu daraxt demek. Bu kim? Bu hemşire ya da doktor. Hemşire bir de erkeklerge ishlatiladi. O ne? O masa. Polis. Yani bir de polisya polis. Kuş. Postachi. Yani pochtachi. Çanta, so'mka. Sharqchi. Yani bizdagi qo'shiqchi. Sharqi degani qo'shiq degani. Shunga chin qo'shasizlar. Bizdagi chi, quruvchi, shunga o'xshab chini qo'shib qo'yasizlar. Pencere. Yani pencere bu anaqa deraza. Bizdagi panjara anaqa. Nima desam, uylarga o'rab qo'ygan panjara emas. Köpek, it, kapı, eshik, kedi, mushuk, ev, uy, öğretmen, o'qituvchi, avukat, anaqa advokat. Men anaqa tirik tilni o'rganayotgan paytim o'qituvchimiz avukat degan payt kallamga ovqat kelardi. Telefon, bilgisayar, aytganimdek, notebook, defter, avtobus, garson, yani ofisant, çay, mühendis, hemşire. Belirlerge yerleştirasizlar. Mesela kim deganda polis, postachi, sharqchi deb. Endi eng muhim joyga keldik. Ya'ni bu yerda cho'g'il eki, ya'ni ko'plik qo'shimchasi qanday qo'shiladi? Ek demak bu bizda ekib qo'y degani, qo'shib qo'ydi. Qo'shimcha degan ma'noni anglatadi. Qarasangiz a, i, o, u, ya'ni tepasida nuqtasi yo'qlar. Bu yerda tepasida nuqtasi yo'qlarga lar qo'shiladi. Tepasida nuqtasi borlarga e, i, o, u
ularga ler qo'shadi. Endi eni tepasi nuqtasi yo'q. Endi oson oson o'zasiz farqlab olasizlar. Masalan, bu chaylar bo'ladi. Chaylar. Polisler bo'ladi. Chunki so'nggi harfi i bilan tugagani uchun ler qo'shiladi. Hammasini oxirgi harfiga qaraysizlar. Endi ba'zilarda boshqacha bo'lishi mumkin. Chet tildan kirib kelgan so'zlarda masalan ko'pek oxirgi harf e, ler. Qarasangiz mana birinchi harfi o bilan boshlangan, o bilan boshlangan. Keyingisi e bilan boshlangani uchun mana o bilan boshlangani uchun e bilan boshlanyapti. Chunki bu yerda ham qarasangiz e bilan boshlangan o e ayni ler olgani uchun, ya'ni bitta talaffuzda bo'lgani uchun shunday bo'lgan. Ya'ni bu yerda masalan gapirganda ikkita asosan unlilar ayni eklardan keladi. Masalan e, i, o, u. Masalan defter deb olganda bizda daftar bo'lib ketgan-ku, bizda defter bo'lib turib oxirgi ler qo'shiladi. Bu yerda ham ikkita e. Mana sharqchi deb olganda mana a dan keyin ö kelgan. Hemshiradan keyin ham e, i, e. Kitob. Kitob, kitoblar. Endi bu yerda istisno bo'lgan. Endi ba'zilar aytgandek penjara, mana penjara, penjaralar. Kedi, kedilar. Qo'y, qo'ylar. Qo'y demak qishloq demak. Kedi, mushuk, penjara, deraza, uzum, uzumlar. Aytgandek bu yerda u harfi bor. Yani u emas, bu tepasida ikkita nuqta bo'lgani uchun u, ler qo'shiladi. Bunlar nedir? Bunlar bardakdir. Bardak bu stakan demak. Bizda bardak degani nima desam, qandaydir nuqsoni bor odamga ishlatiladi-ku. Yani nuqsoni bor narsa odamga shunday eslab qolsangiz ham bo'ladi. Aytgandek mana not, ya'ni önemli degan ma'no bilan not. Sayılarla va miqdor bildiren sifatlarla birlikte kullanılan isimlerde çoğul eki kullanılmaz. Yani aytyaptiki, masalan 3 tane bola deb aytadigan bo'lsak, oxiriga lar qo'shilmaydi debdi. 3 çocuk, 2 kalem, 5 bardak. Yani bularga lar qo'shiladi, lar umuman çoğul eki qo'shilmaydi, ko'plik qo'shimchasi qo'shilmaydi. Ammo bu yerda son hecelarda a, o, u bunların bazı yabancı kelimeler ler ekini alırlar. Yani aytgandek ba'zilari a bilan boshlangan bo'lsa ham oxirida lerlar oladi. Bu juda muhim, chunki imtihonda tushgan mana shu narsa. Chalkashtirgan meni. Misollar. Roller. Fransuzcha kirib kelgan so'zlar. Alkoller inglizchadan. İngilizce'den petrol, Fransuzca, Arapça, soatli Arapça, Forschadan kirib kelgan ba'zi so'zlar, hammasi emas. Bularda ham o'zingiz qilasizlar. Ya'ni aytgandek, oxiriga mana a bilan tugayapti, lar qo'shiladi, e bilan tugayapti, ler qo'shiladi, ö bilan tugayapti, lar qo'shiladi. Ovozim qanday bo'lyapti anaqa aytib qo'yingizlar, yaxshi bo'layotgan bo'lsa, yaxshi deb qo'yingizlar.
Tushundim. Davom ettiramiz unda. Keyingi darslardan xudo xohlasa hal bo'lib ketadi, ya'ni muammolar barchasi. Yani, keyingi darslardan yaxshilab tayyorlanib, hozir birinchi darsim bo'lgani uchun shunday bo'lyapti. Xudo xohlasa keyingi darslardan mavzularni yaxshilab o'rganib, nima tushuntirish kerak, qaytadan ko'rib chiqib, sekin-sekin aytib o'taman. AI bu yerda endi so'rovik, ya'ni savol qo'shimchalari juda ham anaqa grammatikani bo'lib tashlaganda ular AI mi qo'shiladi. Tushundim Dilnavo. Yozib olyapman, xudo xohlasa tashlab beraman. Ko'rib olasiz. Menimcha sizda internetingizdan bo'lyapti, boshqalarda yaxshi. Balki keyingilardan YouTube'da qilishingiz mumkin. Chunki YouTube'da osonroq bo'ladi, nima desam, ham jonli efir qilish, ham o'zlaringiz ovozim yaxshi boradi, ham o'zlaringiz sifatni belgilab turib ko'raverasizlar. Qotish bo'lmaydi YouTube'da. So'rov 2 kelgandik. So'rov 2 qanday bo'ladi? Endi aytib o'tsam, AI bo'lsa bu oxirida, ya'ni bu ikki harfga m bo'ladi. ikkita nuqtasi borga mi bo'ladi. Buni mu bo'ladi. Tepasida ikkita nuqtasi borga mu bo'ladi. Yodlab olish oson. A bilan i'ga mi, o bilan uga mu, qolganlarga mu deb tepasi nuqtasi bo'laga ahamiyat berib ajratib olaverasizlar. Soru, javob evet. Yani savol beramiz. Bu kitapmi deb. Evet, bu kitap. Yozayında shu yerga. To'g'ri. Qaysi edi? Bu edi. Harf ishlamay qoldi. Ertaga ko'ramiz. Hali hech ishlatib ko'rmaganman. Yani bu kitap mı? Evet bu kitap yoki hayır bu kitap değil. Yani değil demek emas degan ma'noni bildiradi. Bu dolapmi? Evet dolap. Dolap shkaf degani. Qarasalaringiz mana a bilan tugayotgan, m bilan tugayapti. Ya'ni so'rovni oxiriga qaraysizlar. Bu yerda ham a bilan tugayapti, bu yerda ham i bilan tugayapti. E bilan tugayapti, i bilan tugayapti.
Aşağıda cümlelerin örneklerindeki gibi tamamlayalım. Bu öğrenci mi oxiriga mi bo'ladi. Mi yo'q. Evet. Bu. Türkçe dili shuning uchun biroz muammo bo'ladi. Evet, bu öğrenci. Yoki hayır. Bu öğrenci değil bo'ladi. Yani bu o'zbekcha o'qib yozdim chunki klaviaturada xato bor. Keyingisi burası neresi? Burası ev, burası neresi? Şurası bahçe. Burası neresi? Yani bu yer qayerda yani? Burası neresi? Burası uy. Şurası yani boya aytgandek yani uzoqdagi bo'lsa u, yaqindagi bo'lsa bu, o'rta masofadagi bo'lsa shu bo'ladi. Qotyapti ovozingiz. Tushundim. İnternetim yaxshi ishlayapti men lekin. Telefonimdan kontrol qilib turibman. Burası Ankara mı? Evet, burası Ankara. Hayır, burası Ankara değil, İstanbul. Şurası İzmir mi? Evet, şurası İzmir. Hayır, burası aytlaringni chaqishib ketdi. Tamam. Bo'ldi. Hayır, Bursa. Ayasofya namı bilsa kerak. Burası Paris. Burası İngiltere yoki Londra. İngiltere bu yani Angliya, Londra bu London. Burası Mısır. Kapalı çarşı. Metin dinleyelim, boşluğa dolduralım. Bunu o'zingizlar qilasizlar. Juda oson. 15 minutda to'ldirib chiqsangiz bo'ladi. Konuşma, burası okul mu? Buni ham ertaga qilamiz. Xudo xolasa konuşma hammasini yaxshilab tushunib chiqaman bu programmalarda. Bugun o'rganishim bilan boshlab yubordim. Vaqt ketmasin dedim. Chunki 10 kundan keyin, 3 oydan keyin imtihonga kiradiganlar bor. Shuning uchun yaxshilab tushuntirib o'taman dedim. Tez boshlagan yaxshi dedim. Burası neresi? Haritaya bakalım. Yani bitta narsa bakalım degani istamoq ma'nosida bo'ladi. Yani lim bo'lsa lim bu istamoq yani keyingi menimcha birlarda mavzularda edi adashmasam. Ülkeleri örnekteki gibi yazalım. Örnek yani misaldagi örnek bu misal demek gibi kabi yazalım. Burası Türkiye, burası Çin, yani 4 shunday yozib chiqasizlar. Oson bo'lgan.
Sınıf dili. Evet Mağda. Sorun ne demek? Tamam anladım. Teşekkür. Beni top chiqasizlar. Ya'ni eğlence uchun, eğlence ya'ni xursand qilish ma'nosida, ya'ni o'zbekchasi nima desam ekan? E'lenmoq. Ya'ni xursand bo'lmoq, xursand qilish, ya'ni zerikkanda odam dars qilib zerikib ketayotgan bo'lsa shunaqa narsa qilib qo'yishgan. Lekin biz Turkiyada universitetda bitta mavzuni, ya'ni mana shu mavzuni bir hafta o'tardik. Hozir bittada tushuntirib ketyapman, chunki bu juda oson, juda ham oson. Men darsda o'tirib siqilib o'tirardim, ya'ni zerikib o'tirardim. Bitta tushuntirib harflargacha o'qituvchimiz tushuntirardi. Bu neler öğrendik? Buni qilmaysizlar. Chunki darsda ertaga Xudo xolasa o'zim haqiqatdan bildimmi, bilmadimmi deb so'rab ko'raman. Ba'zan tushundimmi, tushunmagan bo'lsa, yana boshqatdan tushuntiraman o'ziga alohida. Keyingi deyarli mana shu joyi muhim. Mana shu joyni yodlab chiqsalaringiz, mana shu birinchi mavzuni hamma so'zlari, kelimalari mana shuni ichida. Mana shu chamashir, cetvel, buyuk hammasini birinchi mavzuni tushungan bo'lasizlar. Ya'ni so'z boyliklaringiz oshish uchun mana shuni o'rganishingiz kerak. Affedersiniz, kechirasiz. Affedersiniz'de hiç eshitmadim. Chunki masalan affedersiniz, kechirasiz degan ma'no bildiradi. O'zbek tilida kechirasiz qarab yuboring deydi-ku. Bu yerda affedersiniz umuman deyarli qo'llanilmaydi. Pardon deydi, pardon bakar mısınız, qaraysizmi deb ofisiantlarga ham tushuntirib o'tiladi. Afiyet olsun, ya'ni ovqat paytda aytganimdek osh bo'lsin. Yani yangisi yo'qmikin? Yo'q. Üzgünüm. Yani üzgünüm o'zbekchasi nima deydi? Yani birorta yomon narsa qilib qo'ygan bo'lsa, ya'ni kechirasiz degan ma'noni bildiradi. Üzgünüm, kechirasiz deb. Men buni qilmoqchi emas edim. Shunaqa ma'noda aytiladi. Ertaga Xudo xolasa yangi mavzuni o'tamiz. Yo'q, ertaga emas, bugun kun parshanba, ertaga so'raymiz. Dushanba kuni Xudo xolasa buni o'tib boshlaymiz. Shanba, yakshanba dars yo'q. Savollaringiz bo'lsa yozib qoldiringizlar. Men jonli efirni to'xtataman. Dars qanday bo'ldi? Shuni kamchiliklar bo'lsa aytingizlar, chunki bu yerda deyarli hamma meni taniydi. O'zim bilganlarimni qo'shdim. Iltimos, yaqinda imtihonlar bo'lganlardi. Ya'ni Turkiyada kelmoqchi bo'lganlardi. Bilet olib qo'yganlardi.
Yok. Beraber de yapmıyor ama enteresan sıcak olmuş. Güzel. Güzel bir sıcak olsun. Bir de düşüyor ya da düşmesin yani. Jonli efir tugatyapman. Nima qilib qo'yasizlar? Uyga sipara qilasizlar. Ya'ni kalima listesini jadvalni tashlab qo'yaman. Yodlaysizlar o'zbekchasiga o'girib. Bo'lmasa xayr, ko'rishmak üzere, yarın görüşürüz.